현재 사마르칸드 국립외국어대학 Men Janubiy Koreyalikman. Samarqanddagi ISFT institutida yoshlarga koreys tilidan saboq beraman. Talabalarimiz bilan bugun biz qadimiy bayramlaringizdan biri bo'lgan Navro'z selida ishtirok etyapmiz. Ochig'i ushbu bayramni bu darajada katta tantana qilinishi, unda odamlar farzandlari bilan ishtirok etib, xursandchilik qilinishini bilmagan edim. Bu mening O'zbekistonda, xususan Samarqanddagi yorqin kunlarim sifatida xotiramda bir umrga muhrlanadi. Bilasizmi, hatto ushbu jarayonlarni qo'l telefonimga tasvirga oldim. Endi bu tasvirlarni Koreyada istiqomat qilayotgan oila a'zolarim, do'stlarimga yuboraman. Men bu bayramni do'stlik, mehr-muhabbat va birdamlik tuyg'ulari jo'sh urgan kun deb atayman.